Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Ismim Mehmurod, yoshim 18. Bu mahsulot bilan qanchadan beri tanishsizlar? Bu mahsulot bilan sentabr oyidan beri tanishmiz. Men o'zim bu jonli iste'molda bo'lganman. Bu mahsulotni iste'mol qilgunga qadar joningizda qanaqa shikoyatlar bo'lgan? Bunda juda ko'p shikoyatlar bor edi. Davenalari o'ynab turib, o'ynab tushish, oshib ketaverardi. Ko'zlarida zireenalari pasayish holatlari kuzatilyotdi. Suyak bilan bog'liq kasalliklari ko'p edi. Qo'llarida, oyoqlarida ishiklari kuzatilyotdi. Bu mahsulotimizni qancha dozada ichdim? Birinchi 10 kunlikda ertalab ochiq qoringa bittadan kalsiy, 10 kundan keyin to'q qoringa obedda kainzinni boshladik. Hozirda 2 mahal kalsiy, bitta kainzin to'q qoringa. Mahsulotimizni ichishlarida bezovtachiliklar bo'lmagan. Boshda 3 kun, 4 kunlikda qo'zg'alishlar bo'ldi. Yotib qolgan holatlari ham bo'ldi. Bu doktorlar tabiiy holat egalari uchun uncha qo'rqmadi o'zlari ham. Qanaqa qilib ichdilar shu kalsiyni? Til tagida shimlari ochiq qoringa bitta stakan suv bilan shimlardan keyin yana bitta stakan suv ichdilar. Kun bo'yi 2 litrdan stakanda suv ichib yurildi. Hozirda bu joningizni ahvollari yaxshilandi. Juda ham chiroyli natijalari bor. Davinlari 120-80 holatga kelib qoldi. O'tirib turib namoz o'qiyaptilar, Allohga shukr. Keyin qo'llari, oyoqlari ishlari ketdi. Juda ham yaxshi. Bu joningizni mana shu tabriklab qo'yasiz va Xudoyim yaxshi bo'lsin, sog' bo'lsin, davom ettirsin, kalsiy ishlarini.